Tinch okeanda g'alit ovozda anglanadigan mondaq bir sirliq dengiz tavalligi bor. Bu yerning necha ming kilometr atrofida biror quruqlik mavjud emas. Uningdan boshqa bu dengiz rayonida hech qanday biliq turdikilarmi yashay olmaydi. Undaqda bu sirliq joy zodi qayer? Bu yer dal Tinch okeandagi Nemo nuqtasi. Nemo nuqtasi 1992-yil Kanadalik geodeziya tadqiqotchisi Locatilla tarafidan bayqalgan. Bu yerning eng yaqin quruqlik bilan bo'lgan orlig'imi 2600 kilometrda oshadi. Odatda bu joyga keladiganlarning soni intayin oz. Shunga bu joy dunyodagi eng yolg'iz joy deb atalgan. Uningdan boshqa bu joyning havo klimatimi intayin nachar bo'lib, hamisha bo'ronli, qattiq yomg'irlik, chaqmoq havoyi ko'rilib turadi. Jo'g'rafiya nuqtasidan elib aytganda, bu joy bo'laklarning uzilma qatlamiga joylashg'ishqa yer posti harakatining ta'siri intayin kuchli. Uningdan boshqa bu joy Janubiy Tinch okeandagi okean iqlim rayonining markaziy qismiga joylashgan. Okean iqlimi elib kelgan mo'l oziqlik moddalarning birsimi bu joyga kirolmaydi. Shu sababdan bu joyda hech qanday jonliq mavjud bo'lib tura olmaydi. Ammo dal mushu aloyidligi bo'lganligi uchun bu joy olam kiyimlarining qo'ndigan eng yaxshi joy bo'lib qolgan. Statistikaga asoslanganda Nemo nuqtasiga hozirgacha 300 dan ortiq olam kiyimisi qo'ngan. Shunga Nemo nuqtasi olam kiyimlarining qabristonligi degan nomga erishgan. Undaqda bu joyning sirliq va g'alati yeri zot qayerda? Bu yerda zodi nima ish yuz bergan? 1997-yili dengiz ostini tekshirish atrofida Nemo nuqtasi rayoni qarta tekshirish ilib berayotganda intayin kuchli va g'alati ovozlarni anglagan. Bu ovoz hatto ko'kket, yanartaq, yer tavrash qatorliq tabiat hodisalarining ovozidan kuchli bo'lib, tarqalish doirasi 5000 kilometrda eshib ketgan. Bu ishning yuz berishi ayni chaqda tadqiqotchilarning nihoyat qo'rqitib etgan. Shuning bilan bu ish qarta ba'zilar bu cho'ng paraxod va ko'kitning ovozi deb qaragan. Ammo necha qitimliq tekshirishdan keyin ular bu yerdan ayni chaqda hech qanday paraxodning o'tmaganligini hamda bu joyning ko'kitning faoliyat rayoni emasligini isbotlab chiqqan. Eng g'alati yeri bu ovoz shu bir qitim paydo bo'lib, keyindan qat'iy paydo bo'lmagan. Shuning bilan bu ish butun dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Qayta anglash va tekshirish orqali tadqiqotchilar bu ovozning hozir bor bo'lgan hech qanday jonliqning ovoziga o'xshamaydiganligini hamda ovoz to'lqinining kuchligiga qarta bu jonliqning eng oz bo'lgandimi uzunligi 50 metrdan oshadigan jonliq ekanligini aytgan. Shuning bilan tadqiqotchilar bu balkim qadimki texi bayqalmagan bir g'oyat zo'r dengiz jonliqining ovozi bo'lishi mumkin. Bu jonliq Nemo nuqtasining ostidagi cho'nqir dengiz rayonida yashashi mumkin degan qo'rqinchli farazni o'tib qo'ygan. 2005-yilga kelganda tadqiqotchilar ovoz to'lqinini selishtirish orqali bu sirliq ovozni eshitib chiqqan. Hamda bu ovozning bir qadimki cho'ng jonliqning ovozi bo'lmasdan balki g'oyat zo'r muzdog'ning yemirilgandagi ovoz ekanligini aytgan. Ammo bu isbotlar yana Nemo nuqtasida g'alati maxluq bor ekan degan so'zlarning tarqalishini to'sib qololmagan. Nemo degan bilan biz insonlarning dengizga bo'lgan tushunchimiz hozir faqat 5%. Shuning uchun har xil gaplarning tarqalishi ajablanarli emas. Ammo insoniyatning taraqqiy qilishiga erishib biz yeshilmagan sirlarga hamon bir kuni eng to'g'ri javob topa olamiz.